Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana Tiyobli polni 1 kvadratligini oldik. 150 voltga ishlaydi. 10 metr bo'ladi. Biz Rossiyani brendi. Mana bu datchigimizni oldik. Montajimizni bir ko'rsatib o'tib ketaydim. Mana biz sushi etildi o'rniga viga qo'ydik, shtobi erta vishilka osilgandan keyin kiyimlar, sochoqlar shiga ilib qo'yiladi, quritaveradi. Ham sanuzilimizni bitta plyusovый pagodaga ishlab turadi qishki kuni. Datchigimizni qo'ydik. Kontrol uchun yonyapti, tekshiryapmiz. Ishlab tursa qo'l kuyadigan darajada qiziyapti. 45 ga qo'yib qo'yganmiz hozircha. Bu ketura 60 gachami. Buni komplektiga mana bunaqa lentasi bo'ladi. Xohlagan razmeringizga qo'yib, arasini bemalol mana bunday qilib qistirib ketaverasiz. Lentasini ko'tarasiz. Ko'tarib, burab xohlagan o'yga qo'yib ketaversangiz bo'ladi. Arasini katta ochib, xohlasangiz kichkinaroq qilib. Biz 1 kvadratligini oldik. 1 kvadratligi nasib bo'lsa. Tak. Hozir 1 kvadratligi yine 70 bo'ldi. 70 ga biz arasini kaltaroq qilib tayyorladik. 70 ga 1 metr. Mana 70 ga 1 metr joyimiz bo'pti. Yetibdi. Sanuzilga qo'ydik. Mesela sanuzilimiz tahoratxonasi yana ketyapti. Gidroizolyatsiya tutamiz.